Uzdil PHP darsidagi 33-qism MyCircle uchur jadvalidagi uchurni o'zgartirish. MyCircle uchur jadvalidagi uchurni o'zgartirish uchun update jumlasini ishlatamiz. Qaraydigan bo'lsak, updatening grammatikasida update deb keldi. Andan keyin jadval nomi set mayadagi o'zgartmoqchi bo'lgan bu uchur elementning nomi, andan keyin buning yangi qiymati where bu yerdagi bu elementning nomi, andan keyin shunga o'xshaydigan qiymat. Masalan, aslidagi uchur jadvaldagi bu jadval qiymati manda holatda bo'lgan bo'lsa, biz bu yerdagi update person set age bu yeshi 36 bo'lgan, a'zo nomi amaniki yeshini 36 ga meyadagi Peter Griffinning mayadagi yeshi 35 bo'lgan bo'lsa, biz buning mayadagi first name family Peter o'zining ismi Griffin bo'lgan odamning yeshini 36 ga o'zgartirgan bo'lsa, o'zgartgandan keyingi natija aslidagi yeshi 35 bo'lgan qiymat meyada 36 degan qiymatga o'zgardi.